Al-Xorazmiy ismli arab xalifaligidagi Markaziy Osiyolik yigit Hind matematikasiga katta e'tibor qaratadi. Bu yigit algebrani va arab raqamlarini ixtiro qiladi. Shunday ekan, har safar matematika bilan shug'ullanayotganingizda, murakkab rim raqamlardan foydalanmayotganingiz uchun Al-Xorazmiyga rahmat aytishni unutmang. Haqiqatdan ham rim raqamlarni yozib, ularni orasiga plyus va minus belgilarini qo'ying. Ularni qo'shib va ayirib ko'ring. Bu juda murakkab. Sochingizni yulib tashlaysiz, ko'paytirish va bo'lishni esa umuman unuting. U 1200 yil oldin algoritmlarni ixtiro qilgan. Aslida, algoritm so'zi rimliklarning uning ismini aytishga urinishidan kelib chiqqan. Al-Xorazmiy algoritm. Shunday qilib siz har safar shu so'zni ishlatganingizda ushbu faylasufning nomini tilga olasiz.